Nayza ligasining eng zo'r jangchilaridan birini mag'lub etgan o'zbek haqida bilarmidingiz? Nayza ligasi yulduzi va tashkilot chempioni Fanil Rafikov bundan 3 yil avval liganing navbatdagi turnirida o'zbekistonlik Farhodjon Mashrafov bilan to'qnash keladi. Rafikov mazkur jangga odatiy janglardan biri sifatida qarab, o'zbekistonlik raqibini osonlik bilan mag'lub etishiga ishongandi. Ammo bunday bo'lmadi. To'liq davom etgan jangda Mashrapov liganing bo'lajak yulduzidan stoykada va parterda ham ustunlik qilib, raqibiga 1 daqiqa ham tin olishga imkoniyat bermadi va yakunda hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan shov-shuvli g'alabani rasmiylashtirdi. Garchi Rafikov keyinchalik liganing chempioniga aylangan bo'lsa ham, Mashrapovdan uchralgan mag'lubiyatini butun umr yodida saqlaydigan bo'ldi va aynan ushbu mag'lubiyat Rafikovning yanada kuchliroq bo'lib, liganing kamariga ega chiqishi uchun motivatsiya bo'lgani shubhasiz. Siz Nayza ligasida yana ana shunday yorqin g'alabalarga erishgan qaysi o'zbekistonlik jangchilarni eslaysiz? Izohlarda variantlaringizni yozib qoldiring.